15 milyon so'mga tayyorlangan kuponli mebelimiz uстановкасы tugadi. Bu ishimizni men sizlarga qisqacha obzorni qilamiz. Videodan oxirigacha ko'rsanglar to'liq ma'lumotni bilasizlar. Xo'p, bu ishimiz birinchi razmerlari o'sha uzunligi 4 metr joyli bo'lgan, balandligi bo'lsa 2 yuqori bo'lgan. Xo'p, bu ishimizda materiali kirashini MDFdan bo'lgan. Kraskalar sepganmiz, qo'nlik. Xo'p, bir chegadan ketsak, xolodilnikimiz mana. Xolodilnikimiz yonboshlarini ham o'raverganmiz. Tepa tomonlarini ham ko'rsanglar, narsalar qo'ysa bo'laveradi. Xo'p. Bunday olamiz, taqdirdan olamiz. Musul qaqilimiz. Xo'p, eshik yopilganda o'zi qopqoq yopilaveradi. Oshxona va qo'shandi. Bu yerdan bo'lganimiz simsteklarimiz, simstekimizdan suvlar tushyapti, tayyor. Tepa tomonida bo'lsa, bu yerda uchoq yuvarda yerlarga terib qo'yiladi. Xo'p, bu ger qo'yadigan ham bor. Tortmalarimizni mana ko'rib turganinglarni laminat qo'shiladiganlarga bor. Oshxonalarni ham o'zi tortib mexanizmlari yaxshidan qo'yilgan. Bu joyimizga bo'lsa, xo'p, duxovkamiz tushsa bo'laveradi. Duxovkani o'rni. Bu yerda gazimiz, vitishkamiz. Vitishkasini tepa tomonlariga ham o'rab polcha qilib berganmiz. Yaqinroq etamdan kelib ketib qo'yasiz. Hop, narsa qo'ysa bo'laveradi tepa tomonlariga. Hop, mana shu ishimiz bo'ldi. Endi sizlarning taktikasini ham ko'rsatib berganmiz. Past tomonlarida polkalargacha qo'yilgan mana. E'tibor bergan bo'lsanglar, stolning ustida qalin startlisda shuni 0 kadrga yaqinroq qo'yasiz. 3.8 ligidan plyuslargacha qo'yilgan. Kafellarni uy egasi o'zi yopishtirib qo'ygan. O'zaro endi. Hop. Bu yerda gaz balonimiz o'rni bor. Gaz balon. Tepa tomonlariga ham dasturxon sochiq haqda narsa qo'ysa bo'laveradi yerlarga. Hop, mana shu ishimiz bo'lgan ruchkalarni yaxshidan qo'yganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomeri 90 572 93 94 shu nomerda Telegramim bor. Telegramda gruppalarimiz bor, Instagramlarimiz bor. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Faqat bu kuponli emas, boshqa barcha turdagi mebellarni tayyorlab beramiz. Xudo xolasa. Hop, e'tiborlaringizni so'rayman. Filmlarni o'chirib beramiz.